Assalomualaykum YouTube kanalımız obunaçilari. Yana bir ustanobkamiz o'zlarimizning Bog'ot tumanida bo'ldi. Kuxunli mebel ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Kuxunli mebelimiz общий 380 bo'ldi. Dapotolog ishlab berdik. Bezurishga variantda 1 metrni 3 million so'mdan ishlab berdik. Общий 11 million so'mga bitgan kuxunli mebelimiz. Bezurishga variantda bo'ldi. Yağız svet bilan o'rmon svetni kombinatsiya etib ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu mebelimizga qo'ygan jihozlarni qo'llangancha tushuntirib o'tsam. Eng yaxshi stollardan qo'yib berdik. Rossiyskiy qalin stollardan ko'rishlaringiz mumkin. Full moykalardan qo'yib, suvlarni ulab ishlatib berdik. Mebelimiz shu variantda bo'lib chiqdi. Birlarida shishalarini taxlab ko'rishlaringiz mumkin. Asib ishlatib berdik. Teylarında led lampochkalari bo'ldi. Led lampochkalarni ulab mexanizmini kesik tandem bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Skritli mexanizm 30-40 kilogacha garantiya ko'taradi. Balandki qismlarida shu shilkalarni qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. 100% pulqa plastik oldu. Eng yaxshi mexanizmlardan Turkiyaning Samet firmasidan qo'yib berdik. Teylarni kesik, musul idishlarini taxlab berdik. Mebelimiz xirchamini bo'lib, shunday to'g'ri chiqdi. Bellarında kirmashin tushirib mestalarni qoldirdik. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Xorazm bo'ylab dostavka, ustanobka besplatniy bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangizlar, keyingi videolarda o'tirib olmaysizlar.